Assalomu alaykum ayollar. Bugun sizlar bilan homiladorlik davrida UZI tekshiruvlari va skrining tekshiruvlari va ularning bir-biridan farqi haqida gaplashamiz. Hayz kelishi kuniga test qilib ko'rildi, homiladorlik belgisi, ya'ni ikkita qizil chiziq chiqdi. Bundan keyin albatta UZI tekshiruviga chopib borish shart emas. Hayz kelgan kundan 10 kun o'tkazib, keyin birlamchi UZI tekshiruviga boriladi. Bunda ham tuxumdon bachadon naylari turbalari orqali bachadonga tushganligi va endometriyaning qalinlashganligi ko'riladi va ikkinchi UZI tekshiruvga 2 haftadan so'ng yana qayta boriladi. Bunda esa bolaning yurak urishi tekshiriladi va homila holati ko'riladi. Keyingi tekshiruvlarimiz esa eng asosiy skrining tekshiruvlarimiz. Bu homilador ayollarimiz 100% o'tishi kerak bo'lgan tekshiruv. Oddiy UZI bilan skrin farqi: oddiy UZIda bolaning holati, ya'ni qanday joylashganligi, necha marotaba yurak urayotganligi, homilaning haftasi ko'rilsa, skrining esa chuqurlashtirilgan tekshiruv. Bolaning hamma organlari, strukturalari chuqurlashtirilgan holatda ko'riladi. Nechta skrining bor? Asosan 3 ta skrining bor. Ya'ni birinchi 11 haftaga 4 kunlikdan boshlab 14 haftagacha, ikkinchi skriningimiz 18 haftadan 20 haftagacha va uchinchi skriningimiz esa 28 haftadan 32 haftagacha o'tkaziladi. Birinchi skriningimiz juda ham muhim bo'lgan skrining. Ko'pchilik ayollarimiz oddiy UZI bilan skriningni farqiga bormaydi, ya'ni birinchi marta homilador bo'lgan ayollar. Skriningda birinchi marotaba o'tkazilayotgan skriningda bolaning hamma organlari, a'zolari, yuz qismi, bo'yin qismi, bosh miya qismi strukturasi, burun suyaklari, oyoqlari, qo'llari, panjalari ajralganmi, ajralmaganmi, oshqozoni bor yo'qligi, yurakning holati qanday joylashganligi hammasi sinchiklab ko'riladi. Va bu tekshiruvning muhimligi: ko'p holatlarda bu tekshiruvlarda afsuski Down sindromi, homiladagi nuqsonlar aniqlanadi. Bu skriningning maqsadi ham shu homiladagi erta aniqlash uchun o'tkaziladi. 28 haftadan boshlab Doppler ham o'tkazilinadi. Skrining tekshiruvi qanchalik zarur bo'lsa, Doppler ham shunchalik zarur. Xo'p, Doppler bilan skriningning farqi nimada? Skriningda homiladagi nuqsonlar, organlar strukturasi ko'rilsa, Dopplerda esa asosan qon tomir sistemasi baholanadi. Ya'ni homiladagi gipoksit o'zgarishlar, platsentadagi yo'ldoshdagi o'zgarishlar, ona bilan boladagi qon aylanish sistemasi buzilganmi yo'qmi, shular ko'riladi. Bu asosan Doppler katta srokda qilinadi. Nega? Chunki o'zim ish jarayonida ko'rganman, 30 haftadan keyin ko'pchilik homiladorlarda patologik o'zgarish ketadi, ya'ni yo'ldoshda qon sistemasi buziladi. Shuning uchun katta srokda asosan Doppler tekshiruvlari tez-tez o'tkazib turiladi. Aziz ayollar, yana bir bor takrorlab o'taman, oddiy UZIda homilaning holati, haftasi, necha marotaba yurak urayotganligi ko'rilsa, tekshiruvda esa bolaning hamma organlari, a'zolari, strukturasi, nuqsonlar bor yo'qligi tekshiriladi. Doppler tekshiruvida esa asosan qon tomir sistemasi, boladagi platsentadagi yo'ldoshdagi ona bilan bola o'rtasidagi qon aylanish buzilganmi yo'qmi, shular tekshiriladi. Bu tekshiruvlar hammasi homilador ayol uchun juda ham zarur va kerak. Ayniqsa hozirgi zamonda. Bilasizlar, hozir homilador ayollarda, ayol organizmida juda ham ko'p patologik o'zgarishlar bo'ladi homiladorlikda. Shuning uchun hammaga maslahat bergan bo'lardim bu tekshiruvlardan o'z vaqtida o'tishligini. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimiz inshaalloh nasib qilsa, homiladorlik davrida qanday analizlar olinib, tekshiruvlar o'tkaziladi, shular haqida bo'ladi.